Akkumulyatorli va simli shuruppovyort haqida gaplashamiz. Ikkalasining ham afzallik va kamchilik taraflari bor. Bu video sizlarga to'g'ri tanlov qilishda yordam beradi. Keling, avvalambor akkumulyatorli shuruppovyort haqida gaplashamiz. Buning asosiy afzalligi bu uning qulayligi, ya'ni elektr tokiga bog'lanmaganligi. Masalan, qurilishda, bog'da, suvda yoki tomda ishlash juda qulay. Ikkinchi afzalligi akkumulyatorli shuruppoyortda avtostop bo'ladi. Simli shuruppoyortda esa avtostop bo'lmaydi. Uchinchi afzalligi o'zidan chiqqan akkumulyator boshqa instrumentlarga ham tushaveradi. Yana bir afzalligi simi yo'qligida, ya'ni simlar o'ralashib yotmaydi. Lekin albatta uning ham kamchiliklari bor. Birinchidan, akkumulyatorlarning quvvatini to'ldirish kerak. Agar ish paytida quvvati tugab qolsa, quvvati to'lishini kutishga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, ba'zi modellarning kuchi simli shuruppoyortlardan kam bo'lishi mumkin. Uchinchidan, uning akkumulyatori vaqt o'tgan sari eskiradi va tez-tez quvvati tugab qoladi. Bu ish samaradorligini pasaytiradi. Bu esa qo'shimcha xarajat degani. Endi esa simli shuruppoyort haqida gaplashamiz. Uning asosiy afzalligi bu doimiy quvvat. Quvvatlash haqida o'ylashingiz shart emas. Rozetkaga ulaysiz va qancha kerak bo'lsa ishlayverasiz. Yana bir afzal tarafi bu uning narxida. Simli shuruppoyort arzonroq bo'ladi. Sabab unga akkumulyator va quvvatlovchi moslama kerak emas. Bu esa qurilmaning narxiga anchagina ta'sir qiladi. Bu uzoq muddatli ishlar, masalan, mebel yig'ish yoki uy ta'mirida juda mos keladi. Lekin uning ham o'z kamchiliklari bor. Birinchidan, sim harakatini cheklaydi. Agar rozetka uzoqda bo'lsa, uzaytirgich kerak bo'ladi. Ikkinchidan, elektrsiz joylarda ishlashning imkoni yo'q. Arzonchi modellarda simi sifatsiz bo'ladi va vaqt o'tgani sari sim uzilib, ishlatishga xavfli bo'lib qoladi. Simini almashtirishga to'g'ri keladi. Xo'sh, qaysi shuruppoyortni tanlash kerak? Hammasi sizni bajaradigan vazifangizga bog'liq. Agar qulaylik muhim bo'lsa va turli joylarda ishlasangiz, akkumulyatorli shuruppoyortni tanlang. Agar ko'proq quvvat kerak bo'lsa va ish doim rozetka yonida bo'lsa, simli shuruppoyort ideal tanlov. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq bizga obuna bo'ling.